Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tonirovka bo'yicha yangi qonun loyihasi muhokamaga qo'yildi. Endilikda ruxsatnomada ko'rsatilgan talablarni buzgan holda oynalarni qoraytirgan haydovchilarga 375 ming so'm miqdorida jarima belgilanishi mumkin. Bu haqida kecha 27-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan muhokamaga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Ushbu qonun bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga oid qabul qilingan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartib va talablarga muvofiqlashtirish, shuningdek foydalanishga yaroqsiz avtomototransport vositasini belgilangan tartibda hisobdan chiqarmasdan turib, utilizatsiyaga yoki realizatsiya qilish maqsadida qismlarga bo'laklash uchun javobgarlikni belgilash va yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni rasmiylashtirish va ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlarining doirasini kengaytirish nazarda tutilmoqda. Xususan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 28-moddasiga ikkinchi qism sifatida haydovchining sog'lig'i transport vositasini xavfsiz boshqarishga monelik qiladigan tarzda yomonlashgani tibbiy xulosa bilan tasdiqlanganda transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish sud tomonidan amalga oshirilishi qo'shilmoqda. Shuningdek, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi foydalanishga yaroqsiz transport vositalarini hisobdan chiqarish qoidalarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash tizimining 5 baravari, mansabdor shaxslarga esa 10 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'lishini nazarda tutuvchi 8-qism bilan to'ldirilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks kelgusida 126-1-modda bilan to'ldirilishi va haydovchilar oynalari tusini o'zgartirish, qoraytirish uchun tegishli ruxsatnoma ko'rsatilgan talablarni buzib, transport vositalaridan foydalanganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida 375 ming so'm jarimaga tortilishlari mumkin. Bundan tashqari, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 332-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun solingan jarimani huquqbuzar jarima solish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 60 kun emas, 90 kundan kechiktirmay to'lashi lozimligi belgilanmoqda. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Qonun loyihasi muhokamasi joriy yilning 11-aprel kuniga qadar davom etadi.